Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zakaz prinsipimiz tayyor bo'ldi. Bugungi sanagisi 2026-yil 13-fevral kuni bu prinsipimizni topshiryapmiz. Bu prinsipni razmeriga keladigan bo'lsak 1,5 ga 2,5 bo'ldi, yarim kril bo'ldi, bir mostli. Borting balandligi 50 sm, reshetkasi 70, poldan 1 bo'ldi. 4 tarafi ham shivillar bo'ldi. Yarim kril 14lik Neysa balonlar bilan qo'yib berdik. Bu prinsipimizni Xorazm viloyati Bag'at tumanida berdik. Prinsip ma'qul bo'ldimi, brat? Ma'qul. O'zingiz kelib zakaz berdingiz, aqang? O'zim zakaz berdim. Bizlarga kelib zakaz berdik, bir hafta ichida tayyorlab berdik. To'yingizdagidan bo'lib chiqibmi? To'yingdan yo'q. Necha so'm oldingiz? 11,5 million. 11,5 million parkobi elektromontaj hammasini ichida qilib berdik. Sizni tabriklaymiz. Yaxshi kuningizni ishlating. Inov shu spravkasi 10 kun ichida nomer olasiz. Mana prinsipimiz biz qator obzor etib o'tamiz. 3,5 sm qalin pollardan qilib berdik. Mokr asfalt so'tda rangi, yana 14lik balonlar. Broytoro 76lik. Rossiyski 24 strumenkalari bilan traktor presprisollaridan 1 tonna 600 qalin zamoklar, zanjili, Neysa Zosko parkobi, Ebelina. Yelkasi, ishida kuzov nomeri. Malın aldık tumuş chiqtiradi aytib ishlab berdik. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Zakaz asosida ishlab beramiz, tayyor prinsiplarimiz ham bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa kerakli insonlarga yetib boradi.